Assalomu alaykum. Demak, bugun qisqa ko'paytirish formulalari haqida gaplashamiz. Aytaylik, bizda a plus b ni qavsda kvadrati berilyapti. Demak, bu degani o'zi aslida a plus b ni qavsda ko'paytirilishi bir-biriga a plus b. Demak, buni birma-bir ko'paytirib chiqadigan bo'lsak, a kvadrat plus a ko'paygan b plus demak b ko'paygan a plus b ni kvadrati beriladi. Demak, buni ixchamlashtiradigan bo'lsak, a kvadrat a b bizda bir xil ifoda bo'lgani uchun uni biz ikkita a b qilib yozib olishimiz mumkin. Oxirida bizda b kvadrat bo'ladi. Demak, qisqa ko'paytirish formulalari nima degani? Xuddi mana shu ishni biz boshida berilayotganda bunaqa qilib cho'zib birma-bir ko'paytirish o'rniga biz shunchaki buni yozishimiz mumkin. A plus b ni qavsda kvadratini shunchaki yozishimiz mumkin. A kvadrat plus ikkita a b plus b kvadrat. Biz o'rtada bu ishni qilishimiz shart bo'lmaydi. Umuman olganda buni biz qanday qilib eslab qolishimiz mumkin? Demak, bu yerda a kvadrat berilgani, aytaylik, faqat mana shu a ni o'zini kvadrati deb yozib olamiz. Shunday qilib tasavvur qilaylik. Va bu yerda ikkita a b ni esa mana bu tepadagi 2 ni ham a ga ham b ga ko'paytirilishini deb turib o'rtaga yozib olishimiz mumkin va oxirida yana shu b ni o'zini kvadratini yozyapmiz deb eslab qolishimiz mumkin bo'ladi. Aytaylik, bizda boshqacha misol beriladi. m plus 2 ni demak kvadrati berilganda buni ham xuddi shu usul bilan hozirgiday yozib olishimiz mumkin bo'ladi. Aytaylik, m ni o'zini kvadrati plus o'sha tepadagi 2 ni demak ko'paytiramiz m ga, ko'paytiramiz 2 ga plus demak bu 2 ni o'zini alohida kvadratini yozib olamiz. Demak, buni ixchamlashtirsak m kvadrat plus demak 2 ni 2 ga ko'paytiramiz 4 ta m plus 2 ni kvadrati 4. Shu ko'rinishda yozib olishimiz mumkin bo'ladi. Va yana bitta misol ko'rsatsak, x plus 2 taqsim 3 ni demak qavsda kvadrati berilsa, buni ham xuddi shunday qilib yozib olishimiz mumkin. Oddiygina x ni o'zini kvadrati plus demak tepadagi 2 tushyapti deb tasavvur qilamiz. 2 ko'paygan x ko'paygan 2 taqsim 3. Demak, orada demak faqat plus bo'lgani uchun hamma ifodalar oldiga hozircha plus yozib ketaverishimiz mumkin. Keyinchalik a minus b ni kvadrati keladi. A kvadrat minus b kvadrat shunaqa ifodalar kelganda bu yerlarga e'tibor berishga to'g'ri keladi. Bu yerda demak yana plus 2 taqsim 3 ni alohida kvadratini yozib olishimiz kerak bo'ladi. Demak, ixchamlashtiramiz. X kvadrat plus bu yerda 2 ni 2 taqsim 3 ga birinchi ko'paytirib olamiz. 2 ko'paygan 2 4 taqsim 3 ni x ga ko'payyapti va plus 2 taqsim 3 ni demak qavsda kvadrati ham tepaga suratga ham mahrajga kvadrat berishimiz kerak bo'ladi bu yerda. 4 taqsim 9. Demak, shu ko'rinishda yozib olishimiz mumkin bo'ladi buni. Demak, endi aytaylik, a plus b emas, a minus b ni kvadrati berilsa-chi. Bu ham o'zi aslida bir xil. A minus b ni a minus b ga ko'paytirilishi. Buni ham agar birma-bir ochib chiqsak, a ni kvadrati, a ni demak minus b ga ko'paytirsak, ishoramiz bu yerda minus chiqadi, a ko'paygan b bo'ladi va minus b ni demak minus b ko'paygan a bo'ladi. Minus b ni minus b ga ko'paytirsak bizda b kvadrat chiqadi. Ixchamlashtiramiz. A kvadrat demak bu yerda o'zi minus a ko'paygan b bilan minus b ko'paygan a bir xil bo'lgani uchun demak minus 2 ta a b deb yozib olishimiz mumkin.
va oxirida bizda b kvadrat bor. Bundayam bir xil, demak a minus b ni qavsda kvadrat berilganda xuddi boyagiday alohida oddiy a ni kvadrat deb yoza olishimiz, tepadagi kelayotgan ikkita 2 ni 2 ko'paygan a ko'paygan b deb yoza olishimiz mumkin. Faqat endi ishorasi bu yerda minus bo'ladi. A minus b bo'lgani uchun va orqasida oddiygina plyus b ni kvadrat. Bu yerda demak nimaga plyus? Bu yerda qavs ichida b ni oldida minus bo'lgani uchun o'sha bu b ni kvadrati bo'lyapti. O'shuning uchun minusga minus ko'payganda ishoramiz plyusga o'zgaradi. Demak, bu yerda ham xuddi shunaqa oradagi ishni qilishimiz shart emas. A minus b ni kvadrat berilganda bu ifodani darhol yozib ketishimiz mumkin bo'ladi. Demak, aytaylik, bizga misol berilyapti. M minus 3 qavsda, demak, kvadrati. Buni ochishimizda oddiy m kvadrat ishoramiz minus 2 ko'paygan m ko'paygan 3 va oxirida 3 ni kvadrati ishoramiz plyus bo'ladi. Ixchamlashtirsak m kvadrat, demak minus 2 ni 3 ga ko'paytirsak minus 6 ta m va plyus 9. Yana bir misol ko'ramiz. X minus 5 taqsim 6. Demak, bu qavsda kvadrati. X kvadrat ishoramiz minus 2 ko'paygan x ko'paygan 5 taqsim 6 ishoramiz plyus 5 taqsim 6 ni alohida kvadrati. Demak, ixchamlashtiramiz. X kvadrat, demak, minus 2 ni 5 taqsim 6 ga ko'paytirishimiz kerak. Demak, minus 2 bilan 6 qisqaradi, pastda 3 qoladi. Minus, demak, bizda 5 taqsim 3 x qoladi. Plyus, demak, 5 va 6 ga surat mahrajiga alohida kvadrat beramiz. Tepada 25 va pastda 36 qoladi.